Bugungi kunda mutaassib va radikal kayfiyatdagi shaxslar internetda ilmiy asosga ega bo'lmagan turli fatvolarni keng xalq ommasiga yoymoqdalar. Aslida fatvo berishga kimlar loyiq? Fatvo so'zi arab tilida savolga javob berish degan ma'noni anglatadi. Fatvo kalimasi Qur'on nozil bo'lishidan avval arablar o'rtasida savolga javob tarzida qo'llanadigan atama vazifasini bajarmagan. Balki Niso surasida kelgan va yastaftunaka fin-nisa, sendan ayollar haqida fatvo so'rarlar degan qavldan fatvo so'zi savolga javob tariqasida iste'molga kirgan. Islom huquqi manbalarida fatvo atamasi muayyan voqea hodisaning yechimi sifatida berilgan shar'iy hukmga nisbatan ishlatiladi. Din borasida fatvo berish ulkan tajriba va yetuk bilimni talab qiladigan ishdir. Afsuski, bugungi kunda insonlar din haqida gap ketganda kim o'zlariga fatvo berishga urinmoqdalar. Go'yoki diniy masalalar chuqur tahlillarini talab qilmaydigan kundalik maishiy ishdek baholanmoqda. Vaholanki Payg'ambar alayhissalom hamda sahobalar hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ular fatvo berishdan tiyilgan zotlar bo'lganlar. Qur'oni Karimda fatvoga jur'atli bo'lishdan qaytarilgan ko'plab oyatlar mavjud. Ulardan biri, masalan, Nahl surasi 116-oyatda وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Ya'ni Allohga nisbatan yolg'on to'qish uchun tillaringiz vasf qilgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom deyavermanglar, deya bilimsiz ravishda fatvo aytishdan qaytarilgan. Islom ulamolari fatvo berishga layoqatli kishi undan ortiq ilmlarni puxta egallashi shartligini aytganlar. Birinchi navbatda fatvo beruvchi Qur'on ilmlaridan bo'lgan tajvid, sababi nuzul, nosikh va mansukh, ahkom oyatlari va ularning tafsirlari bilan mukammal tanish bo'lishi kerak. Ikkinchisi, hadis ilmlariga oid mustalahul hadis, jarh va ta'dil, hadislar sharhlarini puxta egallashi lozim. Uchinchi guruhdagi sohalarga fiqh ilmi mansub bo'lib, unda usul, furu', rasmil mufti, fiqhiy qoidalar kabi fan tarmoqlariga oid bilimlarni o'zlashtirishi kerak. To'rtinchisi, aqida ilmi bo'lib, 70 ta katta mavzuga jamlangan 2,5 mingdan ortiq masalaning turli qarash vakillari tomonidan qanday baholangani haqida yaxshi tanish bo'lishi lozim. Beshinchi guruhdagi fan sohalariga aqliy bilimlar mansub bo'lib, falsafa, mantiq kabi ilmlardan xabardor bo'lish kerak. Ushbu fanlarni yaxshi tushunish uchun esa arab tili va uning balog'atini bilish shart hisoblanadi. Bundan tashqari, yechimi berilayotgan masalaning voqelikka bog'liqligi ham muhim sanaladi. Fatvo berishdagi eng muhim shartlardan yana biri, fatvo beruvchi o'z yurtining olimlaridan ta'lim olgan bo'lishi kerak. Chunki ma'lum mintaqa olimlari o'zlari yashab turgan mintaqaning kechagi va bugungi muammolari bilan yaxshi tanish bo'ladilar. Hamda mavjud muammolarni keyingi avlod vakillariga qanday tushuntirish kerakligini yaxshi biladilar. Afsuski, bugungi kunda yurtimiz olimlarini mensimay, chetdan o'zlariga ustoz topib olganlar mana shu haqiqatni esdan chiqarib qo'ymoqdalar. Iordaniyalik olim doktor Saloh Abulhojning fatvo berish asoslariga bag'ishlangan Anwa'ul Maqosid asarida bugungi kunda ijtihodga qodir kishilar qolmagani tufayli jamoaviy ijmoga zarurat tug'ilgani ta'kidlangan. Demak, endilikda ijtihodga qodir kishilar qolmagani uchun yakka tartibda berilgan fatvolar o'z ahamiyatini yo'qotgan. Shuning uchun hozirda fatvolar jamoaviy ijmo asosida berib kelinmoqda. Jumladan, xalqaro miqyosdagi muammolarga yechim topish uchun Islom olimlari uyushmasi tuzilgan. O'zbekistonda ham O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi fatvo markazi tashkil etilgan bo'lib, yurtimiz aholisi tomonidan yuzaga kelgan savollarga javoblar berib kelinmoqda. Xulosa qilib aytganda, zamonamiz ulamolari yangi paydo bo'lgan masalalar yuzasidan fatvo berish mas'uliyati hozirda ma'lum bir diyor muftiysi hamda uning boshchiligidagi olimlar hay'ati tomonidan amalga oshirilishi shart deb hisoblaydilar. Yakka tartibda fatvo berish shartlariga javob bermaydigan kishilar esa fatvo berishga haqli emas. Shuning uchun ilmsiz ravishda fatvo berishdan tiyilish zarur hisoblanadi.